Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Dilisi Ustar YouTube kanali. Avvalgi Dilisi Erkinjonov yana qaytdi. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Dilisi yangiliklari YouTube kanali bilan Dilisi o'yinni birga bir o'ynab ko'ramiz. Men sizga komandamni obzor qilib chiqsam, ya'ni Ronaldo 96 va Mbappe hujumda turibdi va himoyachilar Hakimi, Rudiger, Van Dijk va Jordi Alba. Akkauntimiz 22. Unda biz o'yinni boshladik. Kodni yozib olib. Bilasiz, Dilisi yangiliklar YouTube kanali ham akkaunti ancha kuchli, ya'ni 21 akkaunt uniki. Darvozabon Buffon. Neymarlari 97 ekan. Qani unda biz o'yinni boshlab oldik. Va mana yetadimi yo'q. Uni rejasini bilaman va undan xato va Ronaldo ajoyib gol. Gol. Ronaldodan ajoyib gol. Uni rejasi ko'proq o'ng qanotdan ichiga pas tashiydi yoki-da o'ng qanotlar bilan pas tashashib ichkariga hujumga tashiydi. Voy, ketib qoladimi? Voy, ketib qoldi. Bizda xatolik va to'p ularda. Xuddi men shuni aytgandim, rejasini, ya'ni bu burchakdan ichiga tashiydi, lekin ichkarida odam yo'q. Neymar va uzoqdan zarba, yaxshi Kurtuva. Tak. Van Dijk. Bellingham va ichiga Mbappe oladimi? Voy, xato. Van Dijk va Ronaldo. Kalvo. Mbappe yeta oladimi? Yeta olmadi, afsus. Va uzoqdan zarba va ajoyib gol. Uzoqdan ajoyib gol. Va to'p o'yinni boshlab oldi. Alba to'pni olib qo'ydik. Xatolik undan. Mbappe Manega oldirib qo'ydik. Yaxshi. Va baribir to'pni olib qo'ydi va u darvozabonimizga qaytarib berdi. Bilmadim, negadir yaxshi o'yin olmayapti. Balki ikkinchi taymda ko'rarmiz. Bir o'yinida, ya'ni Dilisi Jaloldinov bilan o'ynagandi. Ikkinchi taym comeback amalga oshirgandi. Bizda ham shunday bo'lmasa bo'ldi. Va Mbappe fol. Va Ronaldo afsus ura olmadi. Va Van Dijkga boyagi fol uchun sariq kartochka berildi. Komandani ko'rsak, adashmasam yaxshi 60 yo 70-daqiqalarda zamina qilamiz. Ammo Dilisi yangiliklari уже hamma zaminasini ishlatib bo'ldi. Mana olib qo'ydi to'pni. Mbappe. Voy. Hatto ichiga olib qo'yamizmi? Rudiger. Yaxshi olib qo'ydik. Bellinghamga beramiz. Ronaldo. Mbappega, yana Bellinghamga qaytaramiz. Va ajoyib gol. Ajoyib gol. Mbappeda. To'pni olib qo'ydik yana. Endi iloji boricha shu hisobni saqlash kerak. Chunki nargi videodan ko'rib aytganimdek, boyaginday xuddi comeback oshirgandi. Xuddi ikkinchi taym shu vaqtlar orasida. Adashmasam 3 tami 4 ta gol urgandi comeback amalga oshirib. Va biz yana hujumga ketyapmiz. Bellingham. Va ichkarida kim bor? Voy, Buffon. Buffondan ajoyib save. Va hozir
To'p ularda yaxshi olib qo'ydik. Biz zamina qilishimiz kerak. Ancha futbolchilarimiz ancha charchadi. Keyin Griezmann, voy, gol o'tkazib yubordik. Zamina qilishimiz kerak, to'g'ri. Futbolchilarimiz charchab qoldi. Gol videosini ko'ryapti. Mayli, bizda hozir vaqtimiz yo'q. 3-1 baribir yetyapmiz. Menimcha chidamayapti. Так, Zashnik. Hakimining o'rniga Cancelo. Rudiger o'rniga kelib Militao chiqaramiz. Так, hujumchilar. Benzema bilan Holland chiqaramiz. O'rta himoyaga esa Valverdeni chiqaramiz. Tak, goldan so'ng boshlayapmiz. Holland. Voy, xatolikmi? Yo'q, olib qo'ydik yana. Baribir to'p bizda va yana hujum ketyapmiz. Yaxshi. O'tmadi bu safargi pas. Ehtiyot bo'lish kerak. Keyin Barta bilan chiqib boramizmi? Yaxshi olib qo'ydi Van Dijk, yaxshi. U burchakka va yana hujumga ketamizmi? Buffon chiqib keldi. Menimcha 1 daqiqa qo'shib berdi, uje menimcha tugaydi. Biz darvozabonga oshirib beramiz va tepamiz. Yaxshi. Ajoyib o'yin bo'ldi, ko'rganinglardek. 3-1 hisobida DLS Ustar YouTube kanali, DLS yangiliklar YouTube kanalini yutib qo'ydi. Keyingi o'yinimiz kim bilan bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi YouTuber bilan o'ynab ko'ramiz?